Assalomu alaykum butun dunyodagi aziz ko'ruvchilarimiz. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining Uyg'ur ovoz suhbat programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men program riyosatchisi Iftixor Abdurashid. Aziz ko'ruvchilarimizning suhbatni ko'rish jarayonida qonunimizga a'zo bo'lishni unutib qolmasligini va ham bahrlashni unutib qolmasligini umid qilamiz. Bugungi aziz mehmonimiz bo'lsa, Dunyo Uyg'ur qurultiyininki tadqiqot komitetining mudiri Abduli Ayub apandim bo'ldi. Abduli Ayub apandim Uyg'ur ovoz suhbatimizga xush kelibsiz. Rahmat, chaqirganligingizga uchun rahmat. Bugungi suhbat programmamizda biz Abduli Ayub apandimninki yaqinda nashr qilgan Bir yurish ona til o'qishlik kitobi haqida suhbat olib bormoqchimiz. Xo'sh, Abduli Ayub apandim, sizdan tunji savolim, bu kitobni yozishingizga nima turtki bo'ldi? Rahmat, bu Bir yurish ona til o'qishlik kitobi, buning birinchi qismi elifba edi. Elifba bu yil 4-oylarda nashrdan chiqqan. Uning qolgan qismlarini nashr qildiryapmiz. Bu kitob jami 10 qism bo'ladi. Buningki hozir birinchi qismidan toki 6-qismigacha butun tayyor qilinib 6-qismiga chiqib bo'ldi. Faqat 5-qismi qoldi, qolgan qismlar chiqib bo'ldi. Bu kitobni chiqarishga sabab bo'lgan narsa vatan sirtida bir yurishlik ona til o'qishligining bo'lmasligi. Vatan sirtida nashr qilingan elifbalar bor, lekin elifbaning oxiri hech qaysi kishining qo'lidan nashr qilinmadi. Bu nashr qilinishi kerak edi. Men 2016-yilning oxiri tunji qatim vatan sirtida elifba nashr qildim. Undan keyindan qolgan qismlarni faqat tayyorlashga vaqtim chiqmagan. Bu qatim shu fursatda buningki bir yurish 10 qism qilib ona til o'qishga tizib chiqishni niyat qildim. Sabab shu sohada elifbadan boshqa vatan sirtida tuzilgan darsliklarning bo'lmasligi. Endi buningda ba'zi maktablarning vatanda tuzilgan darsliklarni qo'llanayotganligi ma'lum. Lekin vatanda tuzilgan darsliklarni qo'llanishninki nurg'un kamchilik taraflari bor. Birisi vatanda tuzilgan darsliklar vatandagi Uyg'ur muhitida yashayotgan bolalarga tuzilgan. Undaq bo'lganda bizning bolalarning Uyg'urchasida hech qanday masala yo'q. Uyg'ur bolalar bir maktabda o'qiydi. Kuniga eng ozda 1 soatdan ona til darsi bor. Bu sharoitlarni ko'zda tutib tuzilgan kitoblar. Endi buni muajiratdagi haftada bir qatim ona til maktabiga boradigan, haftada faqat jiq bo'lsa bir 2 soat ona til dars olalaydigan bolalarga buni dars qilinsa, bolalar buni o'rganib olmaydi. Birisi texnik masala. Ikkinchisi mazmun jihatdan olgan chog'da vatanda tuzilgan ona til o'qishliklari butunlay bu hukumatning, ya'ni Xitoy hukumatining buyrug'i bo'yicha tuzilgan bo'lganligi uchun uningda nurg'un masalalar bor. Ya'ni masalalarning asosligi bunday bir qancha turga bo'linadi. Birisi mazmunida Xitoy hukumatining tashviqotiga moslashgan mazmunlar bor. Ondan uning tekstlarida biz qabul qilolmaydigan mundaq tekstlar bor. Masalan, Lenin oshqun kommunizmninki targ'ibotchisi. U bizning nimada bir Qozog'istondalar 15 mingdan ortiq Uyg'urning o'lishiga sabab bo'lgan Atu fojiasini keltirib chiqargan qotillarning birisi. Lekin u kitobda Leninni madilab olqishlaydigan bir tekst bor. Leninning kapsi deydigan. Shunga o'xshash bizning qotillarimizning bizga qahramon qilib ko'rsatilgan obrazlari tekstlar bor. Buni vatan sirtida bolalarga ishiltish, bolalarning qalbiga xato qahramon, xato o'lga tiklab qo'yish ilib bordi. Shuning bu xato bu jihatdan qilib bo'lmaydi. Ikkinchisi buning mazmuni abay degandek vatandagi Uyg'ur bolalar qilinganlik uchun, tuzilganlik uchun mazmuni bir qadar murakkab, cho'nqur va ko'p. Bu mazmunni bolalarga o'rgatib bo'lmaydi. Ondan uchinchisi u darslarning tuzilishi butunlay asli Xitoyningki til adabiyot darsligi, Xitoyda yuvan deydi. Shuning o'qitish metodi bo'yicha tuzilganlik uchun bu Uyg'ur tilininki, Uyg'ur adabiyotininki
nimalarni aks ettirmedi. Masalan, Uyg'ur tiliga hech qanday bilim kirgizilmagan. Buningda. Faqat tekstlar, tekstlarning ichida haqiqatan esil tekstlar bor, lekin buning ichiga yana 30% atrofida biz butunlay ko'rishni xohlamaydigan, ya'ni insoniyatning hozirgi axloqiga zid bo'lgan ikki muhim narsa singdirilgan. Birisi faşizm, yana birisi kommunizm. Bu dunyoninki bu ikki ideologiya dunyoning dushmani. Faşizm degan chog'da Xitoy faşizmi, kommunizm degan chog'da kommunistik ideologiya. Bu ikki ideologiyaninki ta'siri 30% saqlanadi. Şunu bunu ders qilish bo'lmaydi. Buning biz bir narsani bo'lmaydi degan chog'da uning bo'ladigan qismini deb bermasak, qarshi bo'lmaydigan qismini ishlataveradi. Hozir kishilar deydi, vatandan chiqqan to'xqo'rdoqning tetqisini ishlatadi ekan deb bermaylar qaqshaymiz. Lekin shu vatan sirtida o'zimiz to'xqo'rdoqning tetqisini ishlab chiqarmay turib, xalqni vatanda deyilgan Xitoy ishlab chiqargan to'xqo'rdoqning tetqisidan to'samaymiz. Uni to'sish uchun cho'qim o'zimizning qo'limizda o'zimiz ishlab chiqargan haqiqiy halol, pak narsa bo'lishi kerak. Bu bir misol. Biz bolalarni bu bizning vatanda majbur bo'lgan kommunistik ideologiya va faşistik ideologiyadan yiroq haqiqiy Uyg'ur ruhi bilan haqiqiy bir Sharqiy Turkistonlikning avlodi qilib tarbiyalash uchun biz shuningga mos bir o'zimizningki darsligi bo'lishi kerak. Shunga bu jihatdan bunday kitobni tuzishninki zaruriyati bor. Uchinchisi, bu darsdan boshqa chet elda ota-onalar bolalarga Uyg'urcha o'rgatgan chog'da chet el tilidagi har qaysi davlatda yashayotganlar o'zining tilidagi kitoblarninki rasmli kitoblarning xatlarining ustiga Uyg'urcha xat chaplab, Uyg'urcha kitob yasab o'qib berayotgan ish bor. Bu nihoyat yaxshi ish. Buni tashabbus qilish tegishli ish. Lekin o kitobning biz nemisini xatini chaplab etgan bilan rasmini chaplab etmaymiz. Rasmida bizga uyg'un kelmaydigan rasmlar bo'ldi. Ondan biz bolalarga til o'rgatsaklar bo'lmaydi. Bir odamning Uyg'ur bo'lishi Uyg'ur tilini so'zlaganlik uchun Uyg'ur bo'lmaydi. Balki Uyg'urlar ishonganga ishongan, Uyg'urlar so'yganni so'ygan, Uyg'urlarning tajovuzchilarga qarshi turgan, Uyg'urlarning do'stini do'st degan, dushmanini dushman degan odam Uyg'ur bo'ladi. Uyg'ur tilini ravon bilgan odam, so'zlagan odam Uyg'ur bo'lmaydi. Agar biz bolamizni mayli har qanday yerda cho'ng qilib, Uyg'ur tilini ravon bildigan qilib cho'ng qo'ygan taqdirdami, bolalarımızın kallası singini başka xalqlarning madaniyat simvollari, siyosiy simvollari, masalan madaniyat simvollari degan chog'da chirkov, siyosiy simbol degan chog'da shu o'zida o'lib turayotgan bayroq. Shularni o'zimniki deb to'lasa, oxirida bu bola Uyg'ur tilida so'zlaydigan chet ellik bo'lib chiqadi. Bolalarning chet ellarda mundaq bo'lish ehtimolligi bor. Birisi o'zini Uyg'ur deb qaraydigan, lekin Uyg'ur so'ygan, Uyg'ur madeyligan, Uyg'ur ching turgan narsani ching turmaydigan bo'ldi. Yana birisi Uyg'urcha so'zlayolmaydigan, lekin o'zini Uyg'ur deb qaramaydigan bo'ldi. Masalan, bu o'zini Uyg'ur deb qaramaydigan, lekin Uyg'ur so'zlaydigan kishilar bu bor. Masalan, Pokistondan bor, Saudiya Arabistondan bor, hatto Turkiyadan bor. O'zini Uyg'ur deb qaramaydi, lekin Uyg'ur so'zlaydi. Bu endi tajovuzchilikqa qarshi turmaydigan masalan, bu osmonasiyaga qarshi turmaydigan, bu zulmga qarshi turmaydigan bir Uyg'urning ko'zidan yosh oqsa, uning ko'zida yosh oqmaydigan bir do'ppini, bir atlas ko'ynakni, bir konvoy ko'ynakni, muqomni anglagan chog'da hayajonlanmaydigan. Bundaq bolalarningki Uyg'ur tilida so'zlaganning hech qanday ahamiyati yo'q. Bundaq Uyg'ur tilini chet ellikmi o'rgatgan biz, chet ellikmi o'rganadi Uyg'ur tilini. Bu Uyg'urlikninki belgilari emas. Agar biz ona til o'qitishimiz nivada Uyg'ur tilini ravon so'zlashli bo'lib qolsa, u bolani Uyg'urlar so'ygan tarixni, madaniyatni, urf-odatni, e'tiqodni so'ydigan qilib tarbiyalamasak, uning ahamiyati zo'r bo'lmaydi. Shunga mushundaq bir yurish kitoblar orqali bolalarda hem Uyg'urlik kimlik tuyg'usi, hem Uyg'urlik iftixor, hem
bir Uyg'ur madaniyatini qo'g'duvchi, Uyg'ur mavjudligini qo'g'duvchi bir jangchi sifatida yetishtirib chiqish uchun shundoq bir yurish darslik bo'lishi kerak. Endi bu darslikninki nima miqyosida muajiratda biz nurg'un ishlarni qilmasak bo'lmaydi. Masalan, bundaq bir ko'z oldimizda bir reallik bo'ldi. Agar biz bu o'rtaq darslik tuzib chiqmasak, Türkiye'de çoğun olan balla özünü Türkiye'nin məhsulu deb qaraydigan, Germaniyada çoğun olanlar özünün Germaniya ma'rifinin məhsulu deb qaraydigan, Amerikada çoğun olanlar özünün Amerika ma'rifinin məhsulu deb qaraydigan bir holat şəkilində. Nəticədə biz öyümüz, hər birimiz şunca cəfa tatib, birdən çətəllikni öyümüzdə baqqan bolubuz. Amerikada tuğanlar bir Amerikalıqni baqıdı, Türkiye tuğanlar bir Türkni baqıdı, Ərəbistan tuğanlar bir Ərəbni öyle çoğun koygan oldu. Bizden Arapni, Türkni, Amerikalıkni bir German'a bakış mecburiyetimiz yok. Biz capa çekip her ay ağır emgeklerini kılıp, uykumuzni kem kılıp, dikkatimizni sarf kılıp, vaktimizni sarf kılıp, önümüzde bir çetellik terbiyeleş mecburiyetimiz yok. Hem de Uygur terbiyeleş için Uygurluk'a ait amilla toluk sandırılgan bir derslik bo'lish kerak, bir kitob bo'lish kerak, bir emas, bir yurish kitob bo'lish kerak. Shu sababdan men bu bir yurish kitobni tuzib chiqdim. Sizga ko'pdan ko'p rahmat Abdulla Ayub apandim. Ajringizga hashqallah. Xo'sh, endi ikkinchi savolim bo'lsa, bu kitoblarni yozib chiqib nihoyat yaxshi qilibsiz. Buning menmo shaxsan o'zim nihoyat xursand bo'ldim. Bu kitobningki mazmun haqida, yani bu yürüşlük kitaplar deb o'tdingiz yuqorida, bular bir-birisiga bog'lanishlik zanjirsimon shaklda kelganmi yoki chatma shaklda kelgan o'qishliq va darslik kitoblarmi? Bu kitoblarningki mazmun haqida qisqacha bir to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat. Bu kitobning birinchi qismi elifba. Elifbada shu bolalarning savad chiqarish, Uyg'ur tilida o'qib, yozish, so'zlash, anglash mashqlarını östürüşü məqsad qıyğan. Ondan bunun ikinci qismi, birinci qism elifbadagi mazmunlarni kuchlantirish bilan bir vaqtda qisqagina bizning vatanga doir mazmunlar bor. Masalan, No'ruzning manbasi, No'ruz haqida hikoya. Masalan, Turpan haqida hikoya. Masalan, Qashqar haqida hikoya. Masalan, Xotan haqida qo'shiq. Mushunga o'xshash vatandagi har qaysi yurtlarga doir qo'shiq, hikoya va latifalar kirgizilgan. Bundoq bo'lgan chog'da bolalarning engida o'zininki vataniga bo'lgan muhabbatni so'ndirish. Buningda masalan mashrabga doir she'r bor, ondan masjidga doir she'r bor, ro'za Ramazonga doir she'r bor, hayitlarga doir she'r bor. Bularning hammasi kitobga bir qiziqarli rasmlar orqali kirgizilgan. Hatto bolalarning mashrab o'ynayotgan ko'rinishlari, bolalarning namoz o'qiyotgan ko'rinishlari, bolalarningki masalan ko'k bayroqni ko'tarib she'r o'qiyotgan ko'rinishlar degandek bu ko'rinishlar berilgan. Bu orqali bolalarga bir Uyg'ur bolalarininki obrazini shularning qalbida yoritish, Uyg'ur bolaning obrazini yoritish maqsad qilingan. Masalan, Botir bolaman degan she'r orqali botirlikninki ahamiyatini, masalan qo'shqin qo'shaq degandeklar orqali aqlninki ahamiyatini, bilimning ahamiyatini deganlarni u bir abstrak tushuncha orqali emas, qo'shaq, she'r, hikoya va obraz orqali bu tushuntirilgan. Bu uchinchi qismga kelgan chog'da uchinchi qism vatanninki jo'grafiyasiga bag'ishlangan. Ya'ni uchinchi qism qanday boshlandi? Dunyoning kimligi deb boshlandi. Dunyoning kimligi deganimiz bizning Mahmud Qashqari bizning diyorimizni Sharqiy Turkistonni dunyoning kimligi deb sizib chiqqan. Dunyoning markazi qilib sizib chiqqan. Qashqarni eng markaziy sizib chiqqan, ya'ni Qorxonlarning poytaxti, Qorxonlar imperiyasining poytaxti Qashqarni dunyoning markazi qilib sizib chiqqan. Ben shundan ilhom olib bu kitobning ismini, uchinchi qismning ismini dunyoning kimligi deb qo'ydim. Buningdan bu shu bizning vatanninki jo'grafiyalik jihatdan paydo bo'lishi masalan bu ma'lumotga ta'limotda mundaq deyiladi. Hindiston quruqligi bilan hozirgi Osiyo quruqligi so'qishib, hozirgi bizning nima kelib chiqqan? Bu Pamir tog'lari, ondan Qurum tog'lari va
bu Himalaya tağları kötürülüp çıkan. Şundan bizim bu tarım oybalık aslında bir deniz. Bu deniz tağlarının iki tarafının vuruluşu bilen bu deniz kuruluk aylangan. Şunun bilen bu denizde yaşayatkan belik, ondan hem denizde hem kuruluk yaşayatkan dinozavr degan narsalar başının içine çöküpla bugünkü neft paydo bo'lgan. Bu neftning paydo bo'lishi haqidagi bir tushuntirish usullarining birisi. Bir nopozliq nazariya endi. Shu bizning shu vatanda neft bor deb bo'lmada tushuntiramiz. Endi biz shu yerdan boshladik kitobni vatanning shakllanishini. Masalan, coğrafiyalik jihatdan bizning vatan qanday shakllangan. Ya'ni asli dengizda bu dengiz qanday qurib, bugungi quruqlik qanday shakllangan. Ya'ni bugungi Tangirtog qanday o'qib chiqqan. Ondan onun keyinden daryolar qanday shakllangan. Masalan, Tarım daryosi qanday shakllangan. A tarafdan kelsak, masalan, Xotan daryosi, Yo'rinqosh daryosi, Kiriya daryosi, Miran daryosi, Charchan daryosi. Bu daryolar qanday shakllangan. Bu tarafdan qarasak, shimoldagi masalan, Tekes daryosi, Kunas daryosi, Qosh daryosi, ondan Emil daryosi, Ertish daryosi. Bu daryolar qanday shakllangan. Ondan bu bizning Teklimakanning bo'ylab joylashgan daryolar, ya'ni 144 daryo birlashib qanday bo'lib Tarım daryosini ostiga qilgan. Bu Tarım daryosi eqib nega qo'yildi. Ondan bizning vatanda qanday qushlar bor. Ondan bizning vatanda qanday hayvonlar bor. Qanday hasharotlar bor. Ondan bu hasharot, hayvon bularningki qanday hikoyalar bor o'ziga xos. Ondan masalan qiziqarli bir yer nima qanday paydo bo'lgan? Qoshtish qanday paydo bo'lgan? Xotandan chiqadigan qosh. Ondan har qaysi yurtlarning nomi qanday paydo bo'lgan? Masalan, Qashqar dunyoning kindiki deyilib, bu nima bo'ldi? 3-qism bo'ldi. 1-qism elifba, 2-qism tilimning ta'mi, 3-qism dunyoning kindiki, vatanning coğrafiyasi va tabiiy boyliqlari haqidagi hikoya. Hamda 4-qismi Mangu Toshliq ali. Bu Mangu Toshliq el bizning vatanninki mushundan boshlab endi tarixiga berib taqishdi. Ya'ni bu Mangu Toshliq elda Kroran güzeli deymiz. Bütün bu dünyada nima qilgan Kroran güzeli degan bir mumya tepilgan bizning vatandan. Bunun yil davrini dastlabda 6200 yil deyilgan, keyin 3800 yil deyildi. Bu yerda bir to'lashtirib berdi. Kroran güzelidan boshlangan bir tarixni yozdim. Yani bu tarix nima emas? Yani mantinchil manda bo'lib tikan, manda urushib tikan, manda jadal bo'lib tikan degan narsa emas. Balki Kroran güzelininki, yani men Kroran güzelini Umay Ana deb aldım. Çünkü Umay Ana degan Uyg'urlarning ayol qahramoni, eng burungi ayol qahramonining ismi Umay deyiladi. Shundan men buni bu shu nimaninki Kroran Ananinki, yani Umay Ananinki ballarni boshlab Cho'chak shahridan chiqib ta ki bizning vatandagi 16 shaharda birdan Mangu Tosh tiklash hikoyasini yozdim. Yani Mangu Tosh el deyishning sababi shu. Bu vatanda 16 Mangu Tosh tiklindi. Bu Mangu Toshni shu Kroran anaga agashgan bir to'p bolalar bu taraf Qumuldan tortib, u taraf Qashqargacha, u taraf Oltoydan tortib, bu taraf Xotangacha 16 Mangu Tosh tiklab chiqdi. Bu jarayonda har qaysi yurtlarningki hikoya so'zlandi. Masalan, Qashqarning hikoyasi, Xotanning hikoyasi, har qaysi yurtlarningki shu yurtni yurt qilib turgan hikoyalar. Masalan, Gernomaga bog'langan nima desa, masalan Qumul desak, Qumulda bir ko'l bor. O ko'lning ismini Barko'l deyiladi. O qadimgi Uyg'urcha Bo'riko'l degandan kelgan deyiladi. Shu Bo'riko'lning hikoyasi nima bo'lib, u ko'l Bo'riko'l deyilgan. Masalan, bizning bu Bo'rtalarda bir ko'l bor. Sayram deydigan. Ondan Qurban To'ng'ut deb bir cho'ng qumluq bor. Bu qumluq vatnimizdagi ikkinchi cho'ng qumluq. Sharq Turkistondagi eng cho'ng qumluq. Teklikan qumluqi, ikkinchi qumluq Qurban To'ng'ut qumluq. Endi bu Sayram bilan Qurban To'ng'ut nereden kelgan? Bu ismning manbasi haqidagi hikoya. Ondan Altayda eng burun bu to'mir tavlangan yer deyildi dunyo tarixida. Mana Uyg'urlar burungi tarixda to'mirchilar deb nim qilgan tarafim bor. Shunga Xitoylar telo deydamdi buning degani to'mirchi degandek. Shu Uyg'urlarning to'mir tavlash texnikasini mush Altayga bog'lab, Altayning hikoyasini to'mirga bog'lab, mushundaq bir hikoya yozib chiqildi.
Ondan başqa bu mesela Tarım degan nomning paydo bo'lishi haqidagi hikoya. Ondan Chaqiliq degan nomning paydo bo'lishi haqidagi hikoya. Ondan boshqa masalan bu nimaninki paydo bo'lish hikoyasi. O'gan daryosi deymiz. Bir daryo bor bu Kuchada. Bu Kuchada bu nimaga qo'shib keldi Tarim daryosiga. O'gan bilan Do'lan daryosi bor. Bu ikki daryoning hikoyasi. Degandek buningda shu vatandagi har qaysi shaharlarniki o'zimizga mashhur har qaysi shaharlarning hikoyasi chiqilgan. To'g'ri rost Qarmayning hikoyasini balki uni unutib qoldim. Qarmayning hikoyasi bor. Selim boboyning hikoyasi yozilgan Qarmayning hikoyasi bor. Shunday qilib bizning shu shaharlarning hikoyasi yozib chiqildi. Har bir shaharga bolalar o'zi birdan mangu tosh tiklaydi va shu mangu toshga shu shaharni shahar qilgan hikoyani yezib qo'ydi. Shunda bo'lgan chaqda bu bolalarning bir ilhomiga sabab bo'ldi. Bu mangu tosh haqida faqat so'zladim. Mangu tosh desa, bu mangu tosh degan bu bundan 1500 yil burun tiklangan 552-yilda tiklanishga boshlagan mangu toshlar shu yerga kelmadi. Shunga bu mangu toshlar faqat bu bir bolalarningki tiklab chiqdi deyilgan xiyoli. Shu orqali bolalarni bunda bir narsani qilmoqchi. Bu bolalar tarixni anglovchi emas. Belki tarixni yozuvchi va yaratuvchi. Bolalar shunday bir tuyg'uni berish kerak. Ya'ni bu Uyg'urning tarixini bundan 3000 yil burun sizlarda kichik bolalar shunday mangu tosh o'yib chiqqan. Ya'ni tarix degan shunday bo'ldi. Hamma davrning tarixini shu davrning kishilari o'zi yezib chiqdi. Degan bir bu nimani ilgari surish uchun shu bir nimadan cho'chakdan chiqqan bolalarga her bir yurtqa birden mangu tosh tikilib, her bir yurtning hikoyasini so'zildi. 2015-yil 8-oyda Turkiyaga kelgan chog'imda bizning aşağıdaki burun bizning yaslida o'qigan ikki o'maq qizimiz qo'shmaq menga bir kitob o'qigan. O kitobda shu Turkiyadagi har qaysi shaharlarning hikoyasini bolalarning tilidan bayon qilib ekan. Shu chog'da men bizning bolalarimizning boshqa kitob bo'lgan bo'lsa degan o'ylagandim. Bu menga bir ilhom bo'ldi. Shu men bu har qaysi 16 shaharning hikoyasini o'zining bolalarini o'ziga yozg'izib bolalarning o'ziga mangu toshga chektirib ezib chiqdim men de. Ondan boshqa bu kitobdan boshqa bizning nimamiz bor. Güldek Ailem degan kitob bor. Güldek Ailem degan kitobda bolalarningki uyida qandaq faoliyatlar bo'ldi, mahallasida qandaq faoliyatlar bo'ldi, uning yurtida qandaq faoliyatlar bo'ldi. Ondan Sharqiy Turkiston bo'lish ustida qandaq faoliyatlar bo'ldi. Ya'ni bir Uyg'ur bolaninki hayotida o'zini Uyg'ur deb tanishiga munosabatlik uydan boshlangan bir safar. Masalan, uyda u bola dasturxon kelib tomoq yeydi. Dasturxondan burun bismillah deydi. Dasturxondan keyin duo qilib qo'pidi. Uyga assalomu alaykum deb qo'lni ko'ksiga qo'yib, o'ng puti bilan kirdi. Ondan kishilarga assalomu alaykum deb salom qildi. O'zining cho'nglarni qo'shib qo'llab ko'rishdi, cho'nglar bilan oldidan salom qildi. Degandekki bu bir qoidalarni bir Uyg'ur bolaning uyidan chiqib, mahallasida qanday harakat qildi, bir o'ziningki yurtini qanday taniydi, oxirida vatanni qanday taniydi. Bu jarayonni yozib chiqdi. Onun 6-cı qismi bu ummaq tarixçaq. Bunun resmi tarix başında endi. Bu tarix Mahmud Qashqari yozgan şekildeki, yani Mahmud Qashqari'ninki kitabının ilham alıngan tarix. Yani Mahmud Qashqari bu tarixini Uyg'urning tarixini shu nimadan nihoyat yaxshi boshlagan. Iskandar Zulqarnaynninki, Aleksandr Makedonskiyninki shu Afg'oniston tajovuz qilib kelishidan boshlagan. Yani Uyg'urlarninki tarix sahnasiga chiqishini shu yerdan boshlagan. Yani Uyg'ur degan ismni shu Aleksandr Makedonskiy İnan Xuzquran degan deb ular degani bu Uyg'urlardir degan hamdi. Bu Uyg'urlardir degan. Chunki shu vaqtda bu nim bilan Iskandar Zulqarnayn bilan Uyg'ur qo'shini urushib, bu Iskandar qo'shini yanglab yana bir to'xtam tuzdi. Shu to'xtam bilan Uyg'urlarning tarix sahnasiga chiqqanligini tilga oldi. Bunda bo'lgan chaqda Iskandar Zulqarnayn milodi burun 300-yillarda nima kelgan bo'ldi. Bizningki shu qo'shinlarimizga kelgan bo'ldi-da. Shunday bo'lgan tarix sahnasiga Uyg'urlarning chiqishi bir kuch, siyosiy kuch ustida miloddan burun 3-asrga nima qilamiz? Tortimiz endi.
shu vaqtlarga imkonimiz. Shu men shu jihatdan başladım. Yani bu tarixninki xotirlangan Mahmud Qashqariy tarafidan xotirlangan qismidan boshlab yozdim de. Men buni yana bir bundaq yozishimda Uyg'urlar tarixda bir qancha to'g'ri tanlashlarni qilgan. Mening fikrimcha. Birisi Uyg'urlar ayni vaqtda İskender Zulkarnayn bilan urushib, oxirida yarashgan. Yarışıp tunji qatim Grek madaniyati bilan uchrashgan. Aristotel, Platon qatorliq ilm-fan nimalarninki granatlarninki asarlar bilan uchrashish fursatiga erishgan. Izop masalalari masalan bularla uchrashish fursatiga erishgan. Shunga bir millatning taraqqiyoti dunyoviy taraqqiyot bilan qanchalik uchrashganligi bilan munosabatli. Shu chog' dunyoviy taraqqiyot Gretsiyada eng yuksak pallaga chiqqan edi. Şuna Uyg'urlarning tunji qatim to'g'ri tanlashi bu nim bilan urushib İskender Zulkarnaynning imperiyasi bilan oxiri yarashganligi. Hamda ikkinchi qatimliq to'g'ri tanlashi mening nazarimda Chingizxon bilan yarashganligi. Ya'ni Chingizxonningki 5-chi qizi Oltin degan xon nishni yo'q, malikini Barchiqartekin degan Ulug' Uyg'ur eli deyilgan tarixda bu Ediqut Uyg'ur xonligi degan keng qo'yilgan gap. Ulug' Uyg'ur elininki podshoyi nikohiga olgan, ya'ni to'y qilgan. Shuning bilan Uyg'urlar nim bilan Chingizxon bilan ittifoqlashib, o'zining ikkinchi bir oltin davrini yaratgan. Endi undan keyingi Uyg'urlar o'zining oltin davrini bir qancha qatim yaratgan bo'lsa, yetarli yaratib bo'lmadi. Ya'ni bir millatning dunyoviy taraqqiyot bilan uchrashishi va taraqqiyotdagi oldin qatordagi kuchlar bilan hamkorlik o'rnatishi shu millatning taraqqiyotini va oxiridagi taqdirini belgilaydi. Masalan, Yaponiya agar Ikkinchi dunyo urushida Amerikaningki mag'lub qilishga uchragandan keyin Amerikaning harbiy asallari, harbiy muassasalarining bo'lishi yo'l qo'yib, Amerika bilan birlashib taraqqiy qilib oxir bugungi holatga keldi. Bir millatning mushtaq tanlashlari bo'lishi kerak. Men bu kitobni bundaq bir narsani demoqchi. Uyg'urlarning tarixdagi to'g'ri tanlashlari Uyg'urlarning bugungi mavjudligini keltirib chiqargan, bugungi mavjudlikni kapolatga qilgan. Bu bizning diyorimizda yo'qolib ketgan millatlar yamanjiq. Masalan, bizning zaminimizda So'g'di degan intayin boy bir millat bo'lgan, u millat bizning aramizda singib ketgan. Undan boshqa yo'qolib ketgan millatlar bu O'rta Osiyoda va Sharqiy Turkistondan bor. Masalan, to'g'rilar yo'qolib ketgan bizning vatandagi. Shunga o'xshash. Bu millatlarningki yo'qolib ketishi mayli diniy nuqtadan olgan chog'da, masalan, Lotqam yo'qolib ketgan Qur'on bo'yicha olsak, bu tarix bo'yicha olsak, nurg'un millatlar yo'qolib ketgan. Endi shu millatningki tarixning o'xshamagan davrlarida to'g'ri tanlashlarni qilishi shu millatning mavjudligining kapolati. Endi Uyg'urlar tarixda ikki qatim nihoyat cho'ng to'g'ri tanlashni qilgan. Agar Uyg'urlar menimcha o'lgan chog'da nimada shu 1800-yillarda yana bir to'g'ri tanlashni qilib, nabada Angliya imperiyasi bilan hamkorlasha olgan bo'lsa, Uyg'urlarning bugungi mavjudligi yana boshqacha bo'lgan bo'ladi. Chunki u dunyoni so'rayotgan Angliya imperiyasi edi. O'shada Uyg'urlar tanlashni xato tanlaganlik uchun, ya'ni bugungi masalalar kelib chiqqan. Ayni vaqtdagi to'g'ri tanlash bugungi xorliqlarningki sababi, xato tanlash bugungi xorliqlarning sababi bo'lgan. Endi bugungi bizning to'g'ri tanlashimiz, agar tanlay olamiz, hammamiz tanlaymiz desak, bugungi to'g'ri tanlashimiz bizning bundan keyin mavjud bo'lish bo'lmasligimizni belgilaydi. Buni kitobimda bulan yozmadim, lekin kitobimda mushundaq tanlashlardan misol oldim. Ya'ni birinchi tanlashni yozib bo'ldim. Ya'ni Uyg'urlarning tunji qatim Aleksandr Zulkarnayn, ya'ni İskender Makedonskiy bilan birlashib, dunyodagi tarixda eng parlaq imperiyadan birini qurib chiqqan kishilarni hamkorlashib, o'zining mavjudligini qanday kapolatga ega qilganligi, o'zining nomini tarix qanday yozganligi ne yozdim. Undan keyingi masalan Chingizxon imperiyasi bilan birlashib, qanday bo'lib Uyg'ur tilini Chingizxon imperiyasining davlat tili oldiga kelganligi va Chingizxon imperiyasininki davlat ustozi salohiyatiga erishib, o'zining mavjudligini saqlab qolganligi. Bu keyingi qismda yozildi endi. Yana birisi, men bu kitobni nimani bundan keyingi Uyg'ur bolalarga yozilgan bu Uyg'ur tarix qismida nimalarni yozaman desa, bir millatning mavjudligida mundaq bir narsa yozmoqchi. Masalan, bir millatning mavjudligida shu millatningki
to'xtamay o'zini yangilab turishi intayin muhim bo'lgan. Ya'ni bir millat hech qachon ma'lum narsani moddiy va ma'naviy mangulik qilib olgan emas. U narsa tadrijiy o'zgargan va yangilanib qolgan. Bir millatning o'zini yangilay olishi shu millatning mavjudiyatining asosi bo'lgan. Masalan, Uyg'urlar o'ziningki bu tarim va bu tashqi mo'g'ul ishg'ol vaqtida o'zining tarixini mangu taşlar orqali tushundirgan. Ya'ni o'ziningki tarixini bu biz ko'kdan tandiq, yerdan undiq degan shaklda izohlab tushuntirib mangan. Endi Uyg'urlar bu nimada davlat qurgan chog'da tarim vodisida o'zining tarixini çünkü bu bizning bu nimada bu Merkez Asya ve bu Asya'da aynı vaqtda Paris'la küçük bo'lgan. Paris rivayetlerinde bu insanların üç nimesi bakımda. Birisi Tur, birisi Hilac, yani birisinin ismini kaldı. Bu üç adamdan keyin insanlar şekillenip diken. Aynı vaqtda bu Uyg'urlar o'zining tarixini bu Qarxonlarni qo'yganda qanday tushundirgan desa, o'zining tarixini biz dal Turning avlodi deb tushundirgan. Keyin Uyg'urlar islomga ishongandan keyin o'zi qanday tushundirdi desa, Nuhning kimisidan Nuhning 3 o'g'li tushgan Ham, Sam, Yafas. Biz Yafasning avlodi deb tushundirdi. Ya'ni bir millat o'zining tarixini o'xshamagan shaklda ya'ni Uyg'urlar o'xshamagan shaklda o'xshamagan davrda tushuntirishga qodir bo'lgan. Ham nima uchun bu nima kelgan chog'da, Markaziy Osiyo kelgan chog'da Paris rivoyatlaridan foydalanib tushuntirdi desa, chunki shu chog'da bu O'rta Osiyoda Uyg'urlar o'zini navada mangu taşlar bo'yicha tushundirsa, Mo'g'ul dalasida qolgan mangu taş bo'yicha hech kim tushunmaydi. Endi Uyg'urlar o'zini Parislarningki Avesta degan 6000 yil burun yozilgan kitobida so'zlangan tarix orqali tushundirsa, xalq texim oson tushundi, texim oson qabul qildi. Endi islomni qabul qilgandan keyin albatta ilohiy kitob Qur'on orqali tushundirsa, texim oson dunyoning qo'llashiga erishadi va xalqiga o'zining kimligini yaxshi tushundira oladi. Bir millatning o'zining kimligini to'xtamay o'zi tushuntirib turishi, o'zining hikoyasini o'zi yoza olishi bu millatning mavjudligininki kapolati. Millat to'xtamay o'zining tarixini o'zi yozishi, o'zining tarixini o'zi yangilashi, o'zining tarixini o'xshamagan davrdagi materiallar orqali sharhlab, izohlab o'zining xalqini qoyil qilish kerak. O'zining naqadar yuksak, naqadar kuchli, naqadar aql bir millat ekanligini o'zining avlodi olib o'ziga ishontirish kerak. Shunda bo'lgan chaqda anda bu millat bo'lib tura oladi. Endi bu birisi Uyg'urlarning mavjud bo'lib turishidagi bir omillarning birisi. Ya'ni to'g'ri tanlash, ikkinchisi to'xtamay o'zining tarixini o'zi yozish va o'zi tushuntirish va o'zini to'xtamay izohlash, o'zini mukammallashtirish. Üçüncü bir omil nima desa, Uyg'urlarning o'zining mavjudligini saqlagandagi uchinchi omil o'zininki to'xtamay o'zining davlatini barpo qilish. Masalan, bu nimadan Mo'g'ul dalasidan Uyg'urlarning bir qismi ko'chib kelgandan keyin 3 yerda davlat qurgan. Agar shu chog'da Uyg'urlar tarixmatsi qo'shib kelgan chog'da davlat qurmagan bo'lsa, yo'qolib ketgan bo'ladi. Ya'ni davlat qurgandan keyin davlatning ma'rifi bo'ladi, ma'rifning undan boshqa sot bo'ladi, hamma narsalar bo'ldi. Bu orqali shu til hukmron bo'ladi. Uning ostidagi kishilar tadrijiy holda shu millatning orasiga qo'shib ketishga majbur bo'ldi. Masalan, biz tarixmatsi kelgandan keyin Uyg'urlarning orasiga so'g'dilar deymiz, tuqurlar deymiz, saqlar deymiz, hammasi singib yo'qolib ketgan. Nima desa, Uyg'urlar davlat qurib, shu davlatning ma'rifini, adliya sistemasini, askeri sistemini barpo qilganligi uchun. Endi bu Uyg'urlarningki bu tuzum barpo qilish, bir qurilma barpo qilishdan iborat bu xislati hozirgacha mavjud. Bu narsa. Ya'ni bu qurilmaning ismi davlat bo'lishi mumkin. yoki boshqa narsa bo'lishi mumkin. Bizning hozir deymiz, Uyg'urlarning bunda qurilma barpo qilishdan iborat bu tarafi naketdi deyishimiz mumkin. Nima bu kadar deyishimiz mumkin? Yo'q, bunday emas. Uyg'urlarning bu davlat qurilmasi barpo qilish, ya'ni bunda qurum barpo qilish alohidligi yo'qmi? Masalan, Qozog'istonda Mashrab bor. Bu Mashrab Uyg'urlarning o'zining davlat qurilmasi amaliyotda. Uning ichida Yigitbeshi bor. Yigitbeshi degan prezident degan shu, davlatning boshlig'i.
Onun da qazı var. Qazı degan sotçu degan şu. Onun içinde mirshab var. Mirshab degan saqchi degan şu. Bir davlat üç narsani tashkil topadi. Birisi hukumat, ikkinchisi sud, uchinchisi parlament. Yani Uyg'urlarning mashriqi mukammal bir davlat tuzumi bu. Uyg'urlarning bugungacha mavjud bo'lib tura olishiga men 3 eng güçlü bor deb qarayman. Birisi Uyg'urlarning o'xshamagan tarixiy davrda to'g'ri tanlashni tanlay olishi. To'g'ri o'rinni tanlay olishi. Masalan, İskender Zulqarnayn davrida İskender Zulqarnayn bilan sulh tuzib hamkorlikni tanlashi. Chingizxon davrida Chingizxon bilan Qudubaji bo'lib hamkorlashni tanlashi. Bu birisi. İkincisi Uyg'urlarning to'xtamay o'zining tarixini o'zi yoritish, o'zining tarixini o'xshamagan sharoit qarab, o'xshamagan shakllarda, usullarda tushuntirish, o'zining tarixini umumlashtirish, o'zining kimligini her zaman dunyoninki markaziga qo'yib turib tushuntirish. Masalan, Mahmud Qashqariyni dunyoning markazi qilib yozgan. Bu amaliyotda har qanday millat dunyo xaritasini qarasanglar, o'zining davlatininki xaritasini şu xaritning o'ttirib qilib tuzadi. Xitoyning xaritasi qasam Xitoyning zemini, ma'muriy xaritasi, Xitoyning zemini şu bizga berilgan, bizga o'qitilgan vatanda xaritning o'ttirsida. Har qanday davlatning ma'rifida şu zemin, şu davlat, şu dunyo coğrafyasının markazi shaklida qilib tuziladi va yo'g'on tuziladi, ballo ko'rinarli qilib tuziladi. Bu ishni Mahmud Qashqari ming yil burun shunday qilgan. Her qanday millat o'zining tarixini o'zi tushuntirib berolmasa, o'zi yechib berolmasa, o'zi sharhlab, o'zi umumlashtirolmasa, taxminki hikoyasini anglashga majbur bo'ldi. Qulluq mushadan boshlandi. Endi Uyg'urlarning mushu vaqtcha o'zining mavjudligini, bu Uyg'urlarning kuchli millatlar yo'qolib ketgan, masalan, Manjular Uyg'urlarning kuchli Xitoyni 300 yil so'ragan, ular yo'qolib ketdi. Masalan, Moğol imperiyasi deydi ma'nomidagi Boburlar qurgan imperiya. Shular yo'qolib ketdi. İmperiya qurganlar, Uyg'urlar quranmagan imperiyani Manjular va Moğollar qurgan. Lekin ular yo'qolib ketdi hozir. Ya'ni Hindistonda hozir Xon degan ismni bilan hech nima qolmadi. Lekin Uyg'urlar shu vaqtcha o'zining mavjudligini davom qilib keldi. Buningdagi mening ikkinchi degan bu hikmat, ya'ni Uyg'urlarning xislati to'xtamay o'zining tarixini o'zi yezish, o'zi umumlashtirish, o'zi tushuntirish, bu tarixni o'xshamagan sharoitda, o'xshamagan shaklda barpo qilish. O'xshamagan shaklda yezish. Ana üçüncüsü Uyg'urlarning nega bo'lsa o'zining bir davlat qurilmasini barpo qilish, alaylik. Masalan, Mo'g'ul davlatida Uyg'ur imperiyasini qurgan bo'lsa, bu tarmoqsiz kelgandan keyin biroq 3 davlatni qurib chiqqan. Endi bu Uyg'urlarni nima? Bir qism Uyg'urlar Batı Qozog'istonda, hozirgi shu Chilak bu taraflarda, bir qism Uyg'urlar haqiqatan ko'chgan. Bular 1881 yıllarını köçken, 1962 yıllarını köçken, lekin yo'qolib ketmedi. Nima uchun desa, ular o'zininki davlat bo'lmagan bilan davlatning qurilmasini shakllantira oladigan mashitni saqlab qoldi. Buning ichida o'zining sotchisi bor, o'zining 25 prezidenti bor, o'zining mashrabdan iborat bir parlamenti bor. Shu bular o'zining ishini o'zi qilib, masalan, men bu Qozog'istondagi cho'nglarni surishtirib baktım. Qozog'iston hukumatining buyrug'i agar mashrablar orqali amalga oshmasa, mashrablar orqali xalq yetkazmasa, u buyruq xalqning ijrosiga aylanmaydi. Ya'ni mashrab allaqachon nimadimi? Qozog'istondami davlat e'tirof qilgan bir qurum oldiga. Shunga Qozog'istonda yigit boshlar jamiyati bor. Har qaysi mashrablarning yigit boshlari o'zini o'zi idora qila oladi. Bu bir davlat qurilmasi. Endi to'g'ri Uyg'urlar davlatni yo'qotib qo'ydi. Lekin agar biz davlatning qurilmasini yo'qotib qo'ymasak, mush qurilma barpo qilishda bir xislatimizni yo'qotib qo'ymasak, har yerga beres bo'lsak tashkillanib, o'zimizning beshini, o'zimizning qosini, o'zimizning sotini, o'zimizning parlamentini barpo qila oladigan mush xislat yo'qotib qo'ymasak, bundan keyinmi yana mavjudligimiz mush shakl davom qildi. Shuning bilan tarixdan yakunlab chiqqan mush 3 xislatni men bu Uyg'ur tarixining hikoyalashtirilgan nusxasiga umaq tarixchaqdan boshlab so'ndirib mangdim. Men buni taki shu kitobning oxiri 10-qismida tugaydi. Shu vaqtcha oxirigacha
bu şekilde ilip mağma. Bu mening nazarimdagi Uyg'urlarning o'zining mavjudligini saqlab qolishidagi 3 sir. Bu sirni 3 engishtar desam bo'ldi. Bu 3 engishtarni men bundan keyingi, ya'ni umaq tarixchilikdan boshlangan tarix qismiga mushini sungdirib mağma. Ondan başqa yana mening Uyg'ur tarixidan o'rgangan başqa nuqtalarim bor. Men ularni yani kitapning mesela bir yerde nima o'xshamaydi? Tarixiy shaxslar o'xshamaydi, tarixiy voqealar o'xshamaydi, hikoyalar o'xshamaydi. Lekin mush uch xislatning tarixdagi roli bu to'xtamay bu o'xshamagan shakllarda gavdalanib turdi, urg'ulanib turdi, ta'kidlanib turdi. Ondan başqa bu Mangu taşlardan ağançar mundaq 5 Uyg'urlar muqaddas bilgan narsa bor. Birisi qonun. Bu nimani shu Yusuf Hasajibmi bu qonunni podshoh, ya'ni kun to'g'ri podshoh, ya'ni qonunni kunga o'xshatgan, ya'ni adolat hammaga o'rtaq muomala qildi degan narsani. İkincisi Yusuf Hasajibning qarashida inson bu muqaddas. İnsanning hayoti, sharafi, huquqi, mulki bu narsa muqaddas. Üçüncüsü bu Mangu taşlardaki bir idea, xalq muqaddas. Yani xalq ölmeydi. Her qandaq narsani qurban berishga bo'ladi. Xalqni, millatni qurban berishga bo'lmaydi. Bu xalq muqaddasligi, ya'ni el muqaddasligi nimasi. Ondan to'rtinchisi hurlik muqaddas. Bu hurlikka hech narsani hech qandaq ahvolda tegishga bo'lmaydi. Beshinchisi devlet muqaddas. Şu 5 muqaddaslik bizning Mangu taşlardan tortib toki mush asarimizgacha bo'lgan orliqdagi yozma yodikorliklarimizda mush narsa ta'kidlanib kelgan. Men bu kitobda yuqorqi 3 nimadan boshqa, 3 engishlardan boshqa bu 5 muqaddaslikni ta'kidladim. Buni bu o'xshamagan hikoyalar orqali, o'xshamagan tarixiy shaxslarning og'zi orqali, o'xshamagan tarixiy voqealar orqali bu narsalarni ta'kidladim. Shu bu yerdagi masala hargizmi tarixiy voqealiklarni qayta bayon qilish emas. Tarixda bo'lgan ishlarni qayta deb berish emas. Balki tarixni tarix qilgan narsaning nimaligini, tarixga ko'milib ketmagan, tarixda yo'qolib ketmagan, tarixda erib ketmagan bir millatningki qanday xislatlarning bu millatni shu tarixning bo'ron chopqinlarida saqlab qolganligini ta'kidlab yozib maqdim. Buning nimasi asosan tutib qolgan, nashr qildirishni saqlab qolgan kitoblar. Shuna bo'lgancha 10 qism kitob bilan ona til yurishlik o'qishliqi oxirlashadi. Endi buni kelar yil maygacha butunlay chiqarib bo'lmaymiz degan xiyolim bor. Qolgan endi bizningki o'qirmanlarning talabi, tavsiyalari, fikrlari va tanqidlari bilan texnik mükemmellashtirib deb o'ylayapman. Lekin plan kelar yil 5-oygacha hammani chiqarib olish. Köpten köp rahmet Abdüali Ayıp efendim. Endi bu kitaplarninki mazmun haqida intayin keng doiralik bir tushuncha berganingiz uchun yana bir qatim rahmat aytaman. Emdiki savolim bo'lsa, bu kitapni bu bir yurish kitapni yozish jarayonida qanday qiyinchiliklarga duch keldingiz? Qiyinchilik birisi bu yetarlik darajada nima yo'q. Tariximizning yetarlik hikoyasi yo'q. Xitoy tarixining yani tumanlagan hikoyalar bor. Xitoy tarixidagi hamma shaxslarning hatto nerede qachon tug'ilganligi tin emas, nima yeb nima ichgangacha bor. Bizning tariximizda o kadar mesela Mahmud Qashqari haqida hech qanday hikoya yo'q. Yusuf Hasajib haqida hech qanday hikoya yo'q. Bu shaxslarning o'zining hech qanday hikoyasi asosan masalan yo'q. Yani tercüme olma yeterli emas. Yani qachon Mahmud Qashqari bilan Yusuf Hasajibning hatto qachon tug'ilganligi yo'q. Şuna bu aslida tarix materialining kamchiligi bu eng muhim narsa. Tariximizning hikoyasining bo'lmaganligi. Masalan bu coğrafyasiga kelsak, vatanimizning coğrafiyalik joylashishi, tog' daryolari haqida hikoyalar bor. Bu
Bunun hakkında hemmesi hakkında hikayeler var. Lekin o hikayelerin hazır kılma ballarga mos kelmeydi. Bazıları bek kanlık. Hazırkı bu nimede unda kanlık narsalar karşılanmaydı. Bazıları bek sözler bek mezmunlar, tafsilatlar deymiz. Sözler bek qo'pol. Madaniy dunyoga mos kelmaydi. Bek sert gaplar ishlatilgan hatto. Endi buning o xalqimizning qo'pol satug'anligi emas. Chunki buni ayni vaqtda shu kompartiya kelgandan keyin 50 yillarda va 80 yillarda to'planganlik uchun buni bular ishchi dehqonlarni o'rganmaymiz deb bu hikoya cho'chaklarning hammani nimadan to'plabdiki? Dehqonlarning ishchilarning og'zidan. Endi o'xshash bir so'z dehqonning og'zidan tabiiyrak qo'polroq chiqadi. O'qigan odamning og'zidan siliqroq, sipoyiroq chiqadi. Endi buni ishchi dehqonni o'rganlikda butun Uyg'urninki hikoyalarini dehqonning hikoyasi qilib bersinmi? Bo'ldi lekin ba'zida qo'pol bo'lib keldi ba'zi yerlari. Ba'zida qo'pol harakatlar, ba'zi o'ltirish, o'lish degandek qonliq tafsilotlar ko'p bo'lib keldi. Shunga men uni ishlatmadim. İşletilmegendan keyin yangidan yozish to'g'ri keldi. Bu hikoyasi yo'q viloyatning hikoyasi yo'q, noilaning hikoyasi yo'q, izlarning hikoyasini chiqish yomon tez. Uni aql uyg'un bo'lish kerak, tarix uyg'un bo'lish kerak. Endi uni shu tarix uyg'un mavtar hisob bakmagandan keyin 3000 yil burun, 2000 yil burun yomon tez keldi. Endi bu jarayonda mening ayni vaqtda vatanda bolalar adabiyoti dan chiqargan yaxshi do'stlarim bor, tutilib ketdi ular. Shularning haqiqatan qadri o'taldi. Ular haqiqatan yaxshi yoza oladi. Ular bolalar hikoyalarining keng yetishgan peshvolar edi. Ular tutilib ketdi. Shularning qadri o'taldi. Ya'ni nimaning bir naqshisi bo'lgan, nimaning bir she'ri bo'lgan Osmonjon Savodninki dutta haqida. Bir ömür bo'lsam Musajon, chalsam seni deb. Unda degani Musajon o'zin demakchi. Dağlık tuttaç. Şunun bu balla hikayelerini yazıp bulanmay. Bir ömür bolsam zamandan paksat, bir ömür bolsam ablakim Esen, bir ömür bolsam ablacan Avut Ayop dep kettim. Çünkü ballağa aşılan yaxşı yazıptı ki. En yaxşı balla şiirleri, hikayeleri, müzikleri yazıptı ki. Ben onu kılanmaganca şu tutulup ketken dostlarımın kadri hakikaten ötüldü. Lekin bunu şunda kıyınçılık boğan takdirdi mi? Gerçi bu mükemmel yoki bek süpetlik, bek kamlaşkan bulmusu mu? Kamlaştırış tirişip muşinçilik kılıp çıktık. Bu nemde bundan keyin lekin bu bir muştaq bo'lib ketgancha bundan keyin bundaq bo'lib ketdi deganlik emas. Bu nashr qilib bo'lgandan keyin bolalar, ota-onalar, ona tili o'qituvchilari o'qib, teklif fikrlarni bersa, buni keyingi nashrlarda qamlashmagan, eshib ketgan yoki tushib ketgan yerlarni o'ngshab, texnik mukammal qilib chiqsak bo'ldi. Qolgani ota-onalarningki, do'stlarningki va qalamkashlarningki tuzitishiga havola. Ko'p rahmat. Bu kitobni yozish jarayonida haqiqatan ko'p qiyinchiliklarga duch kelibsiz. İbaydin deganingizdek, bolalar adabiyotimizningki atoqliq yozuvchilarning haqiqatan bo'lib bu muhojiratdagi Uyg'urlarimiz ko'p qadriga yetadi. Masalan, men o'zim shaxsan vatanki vaqtimda intayin so'yib o'qigan Farhat Ilyosning Kiroralliq bolalar degan kitobi bor. Men uni bir qitim tugitib bo'lgan sirt necha qitim qaytlab o'qigan. Shunchalik go'zal kitoblarni yozgan adiblarimiz, yozuvchilarimiz bordi. To'limi afsus, Alloh taolo ularni sog' salomat qilsin, ishlarini oson qilsin, ishqilib aziz qilsin. Bu yerdan ularga atab duolarimizni qilamiz. Endi Abdullayev efendim sizningki bu o'qishli kitoblarni, bundoq yurishli kitoblarni tunji qitim yozishingiz va nashr qildirishingiz emas. Bu jarayonda o'qirmanlar tarafdan mayli salbiy bo'lsin, ijobiy bo'lsin, qandaq fikrlar keldi, qandaq ko'z qarashlar bo'ldi? Bunu bir qitim men to'g'ri deysiz. Men bir qitim chiqarib baqqan. Ya'ni o chaqda uning ismi ona til qo'llanmalari deb 3 qism kitob chiqarib baqqan burun.
Chiqargandan keyin uning birisi bundoq bo'ldi. Birisi mazmunda mundaq bir teklif bo'ldi. Masalan, men Elifba'da mundaq bir mazmun bordi. Bu 2015 yili bu Xitoy hukumati 9-oyda bizning Oqsuning Bay noyisida bizning qonunlarni egallagan Xitoy oqqullariga qarshi bir qarshilik harakati bo'lgan. Shu harakatda bir 9 yosh Munira ismli bir qizimiz o'tchachar qurollar bilan kuydirib o'tilgan. Men buni bek ko'nglim yerim bo'lgan. Hozir ko'nglim yerim bo'ldi. Shuning atab bir parcha she'rni kirgizgandim. Uzun she'r endi u. Uni kirgizgan. Undan boshqa bir yetim bolaning hikoyasini kirgizgandim. Kakuk. Mushunga o'xshash bir qism mazmunlar xalqlarningki fikriga uchirdi, qarshiligiga uchirdi. Nima desa, bek qonliq keyin. Men buni men oxir murassa qilib chiqarib bularni. Ham keyingi tekstlarda, keyingi tuzgan darslikda bundaq mazmunni qat'iy olmadim. Lekin olmaganligim men bu fikrga qoyil bo'lganligimni tushundirmaydi. Masalan, mushuk qushqochni yeydi. Biz bolalar hikoyalar yozdik deb mushuk bilan qushqoch do'sti desak, bolalarga dunyoning asli mohiyatini burmulab tushuntirib qo'ygan bo'lamiz. Bolalar bu dunyoda razillikning mavjudligini bilishi kerak edi. Qotillarning, zolimlarning mavjudligini bilishi kerak edi. Aslida murassa qilmasligim kerak edi, lekin murassa qildim. Bu dunyoda yetimlik azobining borligini, yetimlik azobini tatmagan bolalarimiz bilish kerak edi. Shularning ovozi bu kitobga kirish kerak edi. Lekin ota-onalarning o'rtaq qarshiligi bo'lg'achqa bu ikki mazmunni chiqarib etdim. Lekin ba'zi mazmunlarni yana saqlab qoldim. Masalan, mushuk qushqochni yeydi. Men hargizmi mushukni qushqochning do'sti deb yozmadim. Masalan, tulki to'qiga aram bermaydi. Men hech qachon tulki bilan to'qini do'st deb yozmadim. Gerçi bununla ba'zi ota-onalar ko'rsatsam, oxirida do'st bo'lib qolgan yozib qo'ysangiz bo'lmaydi dedi. Unda qilmadim. Chunki bunda bo'lsa, bu biz bolalarni oldigan bo'lib qarab turib. Bu bolalar kitobi deb hammani oxir do'st bo'lib qolgan qilsa qanday bo'ldi? Bolamizning hamma odam bilan do'st bo'lish majburiyati yo'q. Yusuf Qasajib degan insonning ba'zi zodi eski bo'ladi. Siz uni ming yasab chobdasingizmi bekor. Şu bu dünyada türme degan narsa Yusuf Qasajib davrdan batı hozirmi bor. Bundan kimi türme quramiz. Biz öyle bo'lsakmi türme quramiz. Unda gap bo'lmaydi. Alloh hidoyat qilsin deb duo qilib chiqib shunmaydi. Jinoyat qilgan odamni cho'qim qamaymiz, jazosini beramiz. Endi bu dunyoda mushuk va qushqoch, yo'lbos va to'shqon bo'lgandek bu dunyoda qonxo'r va madaniy insonlar bor. Shu bu dunyoning rangini biz hammasini tinchlik rangida bo'yib o'tib, bolamizga dunyoni gulgulistonlik qilib tasvirlab berishmi to'g'ri emas. Men bu kitobimda to'g'ri murassa qildim, chunki bu kitob o'qirmanlar uchun yozilganligi uchun ko'p darajada murassa qildim. Lekin dunyoning rangini o'zgartib etmadim. Bolalarimiz dunyoning rangini bilsin. Dünyada rezil kişilerin bağlılığını, rezilliklerinin bağlılığını, bu rezilliklerinin bağlılığını bilse rezillik karşı köreş kıldığım buldu. Biz demiş ki balımızda hem neslen dost, hem neslen inap, hem neslen epleşip ödediğin yumlak tavızda aylandırıp koymayız. Bu doğru emas. Bu prensip meselesi. Çünkü ben hem de murassa kılmasak bulmaydı. Çünkü kitabımızda şu teklif belgen, fikir belgen, söyümlük atağınla okuydu. Lekin murassa kıldım da prinsipni butunlay yo'q chiqarmasakmi bo'lmaydi. Chunki bu orliqdagi bir nimani saqlash biroz tez bo'ldi, lekin bu fikrga hurmat qildim va ba'zi o'zgartishlarni qildim. Haqiqatan ba'zi hech qanday o'ltirish shaklidagi tekstlar bo'lmadi.
Onun o'rniga musobaqa, aql ishiltish, masalan, dushman yengan chog'da berib, ya'ni koinga pichoq tiqibdi emas, bir aql ishiltibdi, boplabdi degan shaklida qildik. Endi buni davomli bunday qilamiz deganlikdan darak bermaydi. Agar bunday, chunki bu nimalarga mas qildi? 13 yoshdan burungi bolalarga, 13 yoshdan keyingi bolalar unday qilmaymiz. 13 yoshdan keyingi bolalarga sodirning qanday bilinch sog'lig'ini yozsak bo'ladi. Chunki bolalar uni bilsa bo'ladi. Ya'ni yozimiz g'anibatning qanday atqanligini. Texniya kammidoqda. Lekin shu narsani shupik yozamiz. Endi 13 yoshdan burungi bolalar hozirgi g'ich yozilganlar 13 yoshdan burungi bolalar bo'lganligi uchun haqiqatan o'ltirish, o'lish shaklidagi narsa faqat kirgizilmadi. Endi yana bir fikr nima desam, men bu nimada Uyg'urlarningki burungi kitobimdandi. Milod 2 asrdan boshlab toki bu 17 asrgacha bir qism Uyg'urlar Budda diniga ishongan endi. Shu buddizmga doir ba'zi hikoyalarni qistirib qo'ysam, bu haqli bek xabib ketdi. Kim buning sababini bildi? Hatta bu tumanlagan odam, ya'ni Uyg'ur tarixidan bexabar bo'lg'achqa, Uyg'urlarning Budda diniga ishonganligini bilmaydi ekan. Endi Uyg'urlarning Budda diniga ishongan tarixi bugungi islom bilan sharaflangan tariximizning uzun. Yani miladın burun 2 asrdan ta ki 17 asrlargacha Uyg'urlarningki buddizmga ishongan kishilar bo'lgan. Hozirgacha Seriq Uyg'urlar degan bir tarmoq emas, Budda diniga ishonyotdi. Bu reallikni inkor qilishning hojati yo'q. Biz tug'ilib Uyg'urlar Alloh taolo bu dunyoga yaratgan chog'lar musulmondiq. Hammamiz musulmondiq, hamma yerimizda masjid bor desak, unda bo'lsa har birimizning yurtida 9 saroy, 9 qaznaq, 1000 uy degan yer bor. Uni qanday qilamiz? Uni yo'q deb ko'zimizni yumib Qashqarda Mo'ritum deydigan yer bor. Asli Mo'ritum Budda xarobasi u. Bizning Qashqarda yana bir Mo'ritum deb bir Budda munorasi bor. Dal shu Taylanddagi Budda munorasiga o'xshaydigan. Uni o'rütemliq berib Talibanga o'xshash e'tirof qilish kerakda. Buni e'tirof qilgisi kelmaganlar bak xafa bo'lib ketdi. Ya'ni Uyg'urlarni buddist deb Palampustan. Albatta shundaqdi. O tarixni inkor qilishning hojati yo'q, faqat tarixni o'rganib, tarixdan saboq olish kerak. Tarix xatolikdan ibrat olish kerak. Ibrat ilm bo'lgan chog'da dunyoning ibratiga aylanib qolamiz. Dunyo bizdan ibrat oladi. Qaranglar Uyg'urlarni. Manda olsam Uyg'urdakini qolsa deb. Shunga oldidan o'zimizning tarixidan o'zimiz ibrat olishimiz kerakki, dunyo bizdan ibrat olmasin. Shunga bu tarixninki bu qismini shundoq yozsam qolib ketgan. Men bu narsalarni biroz qanday qilishni bilmadim. Biroz o'zgartib baqdim, lekin o'zgarsam yolg'on bo'lib qoldi ekan. Shu buni ham shu paytda qo'yib qo'yishni qaror qildim. Buni biroz lekin nimasini o'zgartdim. Ya'ni nima deymiz? Miqdorni ozatdim. Ya'ni kishilar xohlamagan ekan, Uyg'urlarning Buddaga ishongan tarixi haqidagi bu qadar jiq mazmunlarni bilishni xohlamagan ekan, unda bo'lsa buni qisqartaylik deb bir qism mazmunni qisqartib etdim. Albatta bu yerda bir joyillik bo'lmaslik kerak. Chunki biz xalqimiz xizmat qilamiz degan ekanmiz, xalqimiz faqat yaxshi ko'rmagan, qo'llamagan mazmunlarni joyillarcha tutib turishning hojati yo'q. Bilishni xohlamasa, uni yo'q deb yolg'on so'zlashmay billah. Faqat mazmun jihatdan biroz qisqartib etsak bo'ldi. Uni qisqartib etdim biroz. Ondan yana birisi bu burungi kitoblarda biroz so'zlar murakkab bo'lib ketgan ekandik, jumlalar uzun degandek. Bu qaytim men nimani qayta o'qib, shu O'g'iznomini bak yaxshi ko'ratdim burunmi. Bu qaytim O'g'iznomini qayta o'qidim. O'g'iznomining jumlalari bak payzi, bak qisqa, bak ma'nodor. Shu shaklda qiziqtirishdim. Ayqag'am tug'ildi, cho'ng bo'ldi, yedi ishdi, podshoh bo'ldi degandek nihoyatlik gaplar qisqa endi. Bolalarning tilimi shundoq bo'lishi kerak endi. Shu mangu tashlar va bu nimaninki O'g'iznomiga o'xshash klassik dostonlarninki uslubidan foydalanib biroz so'zlarni oddiy, qisqa jumlalarni tushunishlikka qilishga tirishdim. Ondan burungi hikoyalar biroz uzun bo'lib ketgan. Hikoyalarni hammasini qisqartirishga tirishdim. Qisqartdim asosan.
Bir-iki ayını çoxum bir bet içinde ahırlaşdırdım. Bir bet olğanca bir 300 xat ətrafında ahırlaşdırdım. Bu şekilde qıyğanca da ballığım alsam boldu ekan, ballığı şu oxsa. Adatda 3 minutdan 5 minut ox bola alaydı. Atan ox bəsə 1 minutdan 3 minut ox bola alaydı. Bu şekilde qısqartdım. Yani ballarını zeriktirmek için nimeni qısqartdım. Ben bu burunqi dərsliklərdən alğan təcrübə. Bu qətimki dərsliklərdən Xudayımız təcrübə alırız. Yani ata-analar bununla fikirlərini bəsə, yani bu təcrübə arqılıq bundan keyinki yeni nəşrdə texnik mükemmel qılıb çıxımız Xudayımız. Köptün köp rahmet Abdüli Ayıp efendim. Bugünkü söhbetimiz nayet mol mezmunluq köngüllük ötdi. Hazırki kitabınız hakkında şahsen men ve aziz körürmenlerimizmi bir umum cihettin bir düşünçe iyi oldu dep oylayman. Endi ahırkı sualım bolsa, hem körürmenlerinin kızıqıdığan suali, bu kitabınızı neşir kıldırılgandan keyin okurmenler nereden sito alalaydı? Bulup mu cümülden Avrupa, Amerika, yani Türkiye'nin sırtıdaki Uygur qarindaşlarımız qandaq şekilde sito alalaydı? Muşun bir tepegen bolsunuz. Rahmet. Rahmet, bu kitapның en bölümleri qapqaptır. Nereden aldığımız qandaq erişimiz degen. Bu kitaplarını Teklemkan Uygur Kitapxanası taqdim atıdı. Teklemkan Uygur Kitapxanası her qaysı devletlerge ebat berdi. Eğer emdi biz top ekeldürsek deydiganlar bolsa, yani biz mesela her qaysı devletlerde ana til mektepleri var. Şu ana til mektepleri biz bunu top alattık dese, men ebat küz berme. Men bilen alaqlaşsa, yani parçaladığanlar men bilen alaqlaşsa boldu. Şu Objil Turan bilen bizning Dünya Avrupa Qurultayının neşriyat bölümünün mesulü. Eğer emdi bu top mesela alattık dese, men bunu Objil akımızı dep bununki ebat küz bersem boldu. Çünkü bunun biraz arlıqta nemisi var. Yek ebatken bilen top ebatkenninki arlıqlarda bu kira nurgun meselesi var. Şunu yaxşırak oylaş doğru kıldı. Mesela bir kitapını seppersek mi? Çünkü kilo 5 pul aldı Türkiye'de. Bir kitapını seppersek mi? Şu 1 kilonun pulunu aldı. Eğer şu bir kitapka biz mesela bir kitap degen adamga eğer dostluğa tavsiye qilsa 5 kitapni bırakla alsa, bu 5 kitapninki nemisi mu kira azan to'xtagandan keyin bosim azan to'xtaydi. Bir kitap bir olsa, onun kirası kitapның asl basıdan qo'shilib qimmat o'qidi. Şunu biz qarindoshlarning eğer mümkün bo'lsa, Sharqiy davlatlarda ana til maktablarining atrofiga uyushib, har qaysi tashkilotlarning atrofiga uyushib, shular orqali akeldirsa, yaxshiroq bo'ladi deb qaraymiz. Yani hech kimningki ortiq pul xarjlashining hojati yo'q. Shunday qilsa, eng muhimi Turkiyaning kira hozir intayin o'sib ketdi. Bo'libmi Avstraliya, Kanada, Yaponiya, Avrupa'nın sel azarak. Yani nispeten de azan emas, azarak Kanada asılıştı olan çağda. Lakin o Amerika, Avustralya, Yeni Zelandiya, Yaponiya deganlar yaman qimmat. O kitapның basıdan eşip gidi demdi. Şu an bu işte top ekeldisi yaxşı. Hem de öyle az ekeldisi mi biz o kitapның qimmat qilib etmedik. Yani kitapның məqsəd onu bir setip nemi qilish bir yani başka bir çoğurak işlerini kısak mılıktı da aslında olsa mümkün olsa yaxşı bulat yani. Şu kitaplarının pul arqılıq, yani bir öğreniş kitaplarını çıkargan bolsa. Lekin muhacirette undaq bir ihtimallik asasen yo'q. Unda bo'lgandan keyin şu tannarqi bahasini bo'yicha bunun kitaplarını taqdim etimiz. Şuna top setib olishini qarshi olamiz. Ondan bir-birisiga tashviq qilib qo'yishni qarshi olamiz. Eng muhimi balalarga o'q berishni qarshi olamiz. Köp rahmet. Aziz körürmenler, bugünkü söhbet programımızda Abdüli Ayıp efendimni kütüp aldık. Söhbetimiz nayet güzel ve mezmunluq ötdi. Yuqori dep ötkilimdek. Hoş Abdüli Ayıp efendim, sizden bu söhbetimizge qadam teşrif qilganingiz üçün ve suallarımızga intayin astoydillik bilan javob berganligingiz üçün köp rahmet aytaman. Aziz körürmenler, yuqorida sizlarga Uyg'ur ovoz söhbetininki Abdüli Ayıp efendim bilan bo'lgan söhbetimizni sunduq. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmag'aysizlar. Hammanglarga Alloh topshirdik. Allohga omonat.